Tashlang Anvarjon, to'king endi chetga. Ha, yerga to'kavering, shunday yayib, mana omoqda yem qilishni yo'lida mana. Bo'ldi. Bu yerda 4 kilo ham hazzagan bo'lmas ekan-a, Ne'matjon. Aralash. Ne'matjon, kepak, makka, bug'doy, arpa. Bu to'rovni ham ishini bir-biri qila olmaydi. Nimaga desangiz, hammasidan berish kerak, omoqda qilib berib. Kepak hazm qilishni yaxshilaydi. Bular yog' baylashga yaxshi, makka bilan bug'doy. Lekin arpa nimasi bo'ladi? Go'shtni kletchatkalarni yaxshi o'stirib turadi. Endi shu aralashtiramiz. Bu 4 kilo yemimizga shu 6 kilo yemni qo'shamiz. 4 kilo yem, mana qarang. Bu makka, kepak. Solavering. Bunisi bug'doy. Bug'doy. Drabakadan chiqqani. Ana qarang, 6 kilo don, 4 kilo o't. Qalay bo'ldi? Endi arpa. Arpani ham bo'lish kerak. Arpa ham juda. Ana endi kuragimiz bor-a? Aralashtirgan. Endi 200 gram tuz yetadi ustiga tashlang. Qo'lda aralashtirib qo'yamiz. Mana bu 10 kilo yem bo'ldi uka. Qarang. 10 kilo yem. Demak, bir kuniga bitta qo'yga 1 kilodan beradigan bo'lsangiz, 10 ta qo'yga 1 kunlik yem bo'ldi. Tayyor. Bu oshqozonda turgandan keyin zo'r to'yimli yem bo'ldi bu. Lekin bir mahaliga 1 kilodan solsangiz bo'kadi. Ertamatan 300 gram, har 8 soatda 300 gramdan qilib yangi baqayotganga berasiz. Mana shu yemni. Har 8 soatda 300 gramdan 24 soat ichida 3 mahal berasiz. 10 ta qo'yga yem bo'ldi. Aralashtiring endi. Mana Ne'matjon, mana endi aralashgan, hali omiqda yem bo'ldi-da bu. Ko'rdingizmi? Mana qarang.